Birgina usul bilan 30 soniyada murakkab ifodalarni soddalashtirishni xohlaysizmi? Unda DTM va milliy sertifikat darajasidagi ifodalarni shakl almashtirish mavzusini bugun o'rganib chiqamiz. Ifodani shakl almashtirish o'zi nima? Ya'ni ifodaning qiymatini o'zgartirmagan holda uni hisoblashni sodda va ixcham ko'rinishga keltirish demakdir. Ya'ni ifodani shakl almashtirish bizga nimani beradi? Hisoblashni osonlashtiradi, tengliklarni yechishni osonlashtiradi va testda vaqtni tejaydi. Demak, biz bugun ifodani shakl almashtirish mavzusida 4 ta amalni bajaramiz. Ya'ni ifodaning qo'shiluvchilarini ixchamlaymiz, qavslarni ochamiz, qavslarni ochib o'xshash qo'shiluvchilarni ixchamlaymiz va ifodalarni soddalashtirib uning qiymatini topamiz. O'xshash qo'shiluvchilarni ixchamlashga doir misollarni ko'rib chiqamiz. Diqqat qilasiz. 5a qo'shilgan 27a ayrilgan 3a. Demak, bizlarda 5 ta, keyin 27 ta detal bor deb tasavvur qilsak, 5 ta detalga 27 detalni qo'shsak 32 ta bo'ladi. 32 ta detaldan ayirsak 3 ta detalni 29 ta detal qoladi. Ya'ni bu yerda detalni a deb belgilab oldik. Endi xuddi shunday boshqa birini ko'rib chiqamiz. 6x minus 14 minus 7x plus 26 ko'rinishdagi. Demak, bitta narsaga e'tibor qilasizlar. Bunda har doim bir xil hadlarni ixchamlaymiz. Ya'ni harf bilan harfda, son bilan son. Ya'ni ikki xil harf kelib qolsa, uni ixchamlay olmaymiz. Ya'ni agar a plus b keladigan bo'lsa yoki plus c keladigan bo'lsa, buni a, b, c deb yozib qo'ya olmaymiz. Ya'ni bu harflar har xil bo'lgani uchun bularni qo'sha olmaymiz. Demak, bunisi misolda 6x bilan 7x ni 14 bilan 26 ni ixchamlab qo'yamiz. Demak, 6x dan 7x dan ayirsak minusdan x bo'ladi. 26 dan 14 ni ayirsak plusdan 12 bo'ladi. Demak, o'xshash hadlarni ixchamlashni o'rganib oldik. Ana endi qavs ochish qoidalarini ko'rib chiqamiz. Demak, shunga doir bitta misolcha mana. Mana shu ko'rinishdagi misol berilsa nima qilamiz? Demak, qavsni oldi plus bo'lgani uchun, shunchaki qavs ichidagi ifodani yozib chiqamiz. Minus k ko'rinishda bo'ladi. Demak, agar ikkinchi misol ko'raylik, agar qavsni oldida minus bo'lsa, mana shu ko'rinishdagi misolda qavsni oldi minus bo'lsa, qavsni ichidagi har bir qo'shiluvchining ishorasi teskarisiga o'zgaradi. Ya'ni minuslar plusga, pluslar minusga o'zgaradi. Ya'ni harflar har xil bo'lgani uchun buni biz qo'sha olmaymiz ham, ayira olmaymiz. Va shu xuddi shu ko'rinishda qoladi bu. Endi qavslarni ochib, o'xshash hadlarni ixchamlashni ko'ramiz. Mana shu ko'rinishdagi misollar berilsa, masalan 5 minus a plus 3. Demak, minusga minus ta'sir qilib, buni plus qiladi. Endi ikkita sonni ixchamlab qo'yamiz. Bizlarda mana shu yakuniy javobimiz 8 minus a ko'rinishida bo'ladi. Endi qavslarni ochamiz. Qavsni oldidagi sonlarni qavsgacha ko'paytirib chiqishni ko'ramiz. Ana shu ko'rinishdagi misol berilgan bo'lsin. O'sib chiqamiz qavsni. Ya'ni qavs oldida turgan sonni qavs ichidagi har bir elementga ko'paytiramiz. Birinchi qavsga. Demak, mana bu yerda minus bor edi. Minus faqat eslab qolingizlar, o'ng tomonga ta'sir qiladi. Ya'ni minus faqat o'ng tomonda turgan qavsga ta'sir qiladi, ya'ni chap tomonga emas. Buni ixchamlab qo'ysak, 4x dan ayiramiz x ni. 3x 16 ga 7 ni qo'shsak 23 ko'rinishdagi ifoda hosil bo'ladi. Ana endi o'xshash hadlarni ixchamlab, uning qiymatini topishni ko'rib chiqamiz. Bizga berilgan bo'lsin 5 x plus 1 ayrilgan 4 x minus 7.
Shunda x ning qiymati barobar bo'lsin 3 taqsim 4 ga. Ya'ni mana shu qiymat berilgan bo'lsin. Qavs oldidagi sonlarni qavs ichiga ko'paytirib chiqamiz. 5 minus 4x plus 28 va ixchamlaymiz. 5x dan 4x ayirsak x bo'ladi. 28 ga 5 ni qo'shsak 33 bo'ladi. Ana endi mana shu yerda x ni o'rniga mana bu 3 taqsim 4 ni olib kelib qo'yamiz. Ya'ni 3 taqsim 4 qo'shilgan 33. Yakuniy javobimiz 33,3 taqsim 4 ko'rinishida bo'ladi. Agar darsimiz foydali bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va keyingi dars qaysi mavzuda bo'lishini izohlarda yozib keting.